Hürmetlik vatandaş, bugünkü vaziyetimiz, bugünkü leksiyelesini qajarız. Washington'da sözleyimiz bugün çislağa. 2024 yıl 6. ayının 22. günü Şembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiği vaziyetimiz, şundaq siz bizge hazır vaziyet çıktı, vaziyet çıkıvatıdı. Bu da hem burası katlı vaziyet. Anda Amerika Koşmuş Ştatlar tayyarlavatkan katlı vaziyetler vatandaş. Bugünkü vaziyet mındaq, hazır dalaylama Hindistan Dehli'den aeroplanga olturup kozgolup Şveysariyanın Zürich şəhəriga düşdü. Qaragandiyada bir gün dem alıdığan oxşaydı, yaşanıp qalğan adam. Ondan keyin andan Amerika Washingtonga kelişi mümkün vatandaş. Salamet bolsun, dalaylama. Anda atrapda Şveysariyalik qollug'uchilar, shundaqla Shveysariyada yashayotgan, faoliyat qilayotgan Tibetliklar oldiga chiqib, dag'dug'ilab qarshi oldi. İşte endi atog'inning ishchidi degandek Washingtonda ko'rishimiz mumkin, dalaylamani vatandaşım. Endi sizlarga bugun so'zlaydigan leksiyalarimiz mundaq. Arkadan yüz bergen ikki zo'r voqea tiq uchi jo'nankaga qaratildi. Mavzuli xabar 6. ayning 22. kuni Vanbit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaqinda xalqaro jamiyatda ikki zo'r voqea, davr bilgich ikki zo'r voqea yuz berdi. Bundan biri 7 davlat guruhi hammasi birdek tiq uchini Rossiya bilan junga qaratdi. Müştavırdaki leksiyalarni sizlarga so'zildik, obdan so'zildik vatandaş. 7 davlat guruhi bütün uchini Rossiya bilan jungoga qaratdi, yoki jungo Rossiya munosabatiga qaratdi. Uning ikkinchisi Shvetsiyada chaqirilgan Ukraina. Yuqori darajalikda tinchlik suhbati. Bu ikki voqea odatdan tashqari voqealar bo'lib, ko'rsatgich xarakterga, hozirgi dunyo vaziyatida aytganda ko'rsatgich xarakteriga. 7 davlat guruhining ishini har yil eshitilidir, lekin belgilangan siyosatda farq bor vatandash. Belgilangan siyosatda farq shu bo'ldiki, bu qatim 7 davlat guruhi birdek qarshi fikr yo'q. Hammasi Rossiya jungo munosabatiga, lattig'uchini Rossiya jungo munosabatiga qaratdi. Endi ikkinchisi hozir Ukrainada nima? Shvetsiyada chaqirilgan Ukraina xalqaro tinchlik yig'ini, yuqori darajaliklar yig'ini. Bu yig'inga Rossiya taklif qilinmadi birinchi. Ikkinchisi jungo taklif qilindimi, qilinmadimi bilgili bo'lmadi. Lekin jungo qatnashmayman dedi, qatnashmadi. Hesabda Rossiya tarafda turgan bo'ldi vatandash. Ukraina tinchlik suhbatida qatnashgan 100 dan ortiq davlatning vaziyati, yoki bu 100 dan ortiq davlat yaratgan vaziyat shiddatli bo'ldi. Buning shiddatli bo'lishi bu yig'in navbat xalqaro siyosatda odatda o'ng'ayli erishgili bo'lmaydigan bir sorun tuzish hosil qildi. Yüzlerce davlatning bir yakilishi haqiqatan bir g'altilik his qilinsin, lekin bu g'altilik yaxshilik yuzlangan g'altilik. Hozir bir sorun tuzish Shvetsiyada boshlandi. Ukraina masalasi bo'yicha. Bu yig'in amaliyot Amerika Qo'shma Shtatlarining yana boshqa bir xalqaro ittifoq qurishining oldin yurar melodiyasi bo'lib qoldi. Mana bu gap endi cho'ng gap vatandash. Hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bor. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi tarmoq organlari va tarmoq organlaridan tortib Xitoy kontrol qildi degan gaplarni o'tirg'i chiqdi vatandash. Ondan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ba'zi tarmoq organlari unum yaratqida o'zining vazifasidan chiqarida xizmatlarni bajarolmadi vatandash. Asos jihatda aytganda jungoning kishilik huquq dafsandichilik siyosatiga qattiq pozitsiya qo'llanolmadi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Shundaq ahvol ostida bu obzorni yozuvchi Yandungo Efendi deydiki Shvetsiyada chaqirilgan bu yig'in, garchi Ukraina tinchlik yig'ini bo'lsa ham
Ama Amerika Qo'shma Shtatlar kelgusida balki mümkünlükçide qurup chiqadigan xalqaro ittifoqning oldin yurar yoki oldin tayyorlik qilg'ich melodiyasini yaratdi deydi. Amaliyot dal shundoq bo'ldi. Undan boshqa Amerika Jungo Kompartiyasiga bir ozdan keyin yana qattiq qo'l soladi. Endi buni nimaga asoslanib dedim men bilmadim. Yandungo apandi deydi, mush vaqadan keyin mesela o Ukraina yig'ini, tinchlik yig'ini oxirlashgandan keyin, mesela 7 davlat guruhi oxirlashgandan keyin mushundaq bir vaziyatda tanlab turib Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungo Kompartiyasiga yana qattiq qo'l soladi. Birinchi Jungo Kompartiyasi amaldorlarining chet eldagi kapitalni amonat pulini oshkorlaydi. Hamda bu yangi xabar emas, hamda koni o'tirib chiqarliqda sizlarga biz so'ziga yil oxirida oshkorlaydi degandik. Ana ustiga ondan Marco Rubio senator boshchiligidagi davlat majlisining bir turkum a'zolari xat yozib, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasiga Xi Jinping oila jamiyatining mal mulki va chet eldagi kapitalini oshkorlashni talab qildi va umid qildi. Bu yaqinda sizlarga uni so'zlab bo'ldik. Endi mayada yandungo deydi. Bundan keyin 13-esi bekitilgan qaror bekitilgan qaror emas, to'rbetlarda aqib kelgan fikrning o'zida mush yilning oxirida Jungo Kompartiyasi amaldorlarining borligining, ya'ni kerak bo'lgan yoki mushlar deyilgan amaldorlarning mal besati, kapitali va chet el bankalarida omonat qo'ygan. Bu omonat qo'ygan doira Shvetsariya, Dubay Arab Birlashma Xalqligi, Amerika Qo'shma Shtatlari, endan boshqa yana Fransiya, nurg'un London, Fransiya nurg'un shunday gaplar bor-ku vatandosh. Endi buni vaqtida kelganda ko'ramiz, lekin mayariga bir jumlaga diqqat qilingizmi? Biri amonat qarz kapitalini oshkorlaydi Amerika Qo'shma Shtatlari. Ikkinchidan Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Mana bu gap qaltis gap bo'ldi-ku. Bu vaqt qachon bir narsa demabdi, yandungo obzorchi mushu xabarni yozgan, yaqin mushu xabar berilayotgan obzor, mushu xabar asosida berilayotgan obzorda buning paketlari vaqti o'tirga qo'yilmabdi. Hozir yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasiga ikki tarafdan qattiq qo'l soladi, yuqorisi xiyonat, endi bu qatimqisi Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Buni agar mumkin Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishi mumkin degan bo'lsa, jumla shakli shundoq tuzilgan bo'lsin, buning ma'nosi boshqacha bo'ladi vatandosh. Hozir bu hukm shaklida kelyapti bu jumla shakli. Shundan qaraganda yandungun degan bu odam bir yerdan bir xabar angladimi, u qandoq? Lekin paketlarni qo'ymaylik, hukm shaklida mush jumlani mushunda ishlatibdi. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Yana bir tarafdan Jungo Kompartiyasining vaziyati texnik yomonlashib ketdi so'zildi. Vaziyat sizning bizning tasavvurimizdan ortiq kaskinlashdi Jungoda. Buning oddiy misol shuki, Jungoda yuz bergan portlash xarakterli voqealar shu bo'ldiki, Guangxi o'lkasi masalan, siz amalliq qo'g'dash saqchi qismlari, saqchi ministerligining saqchi qismlari, qurolliq saqchi qismlar, bu qurolliq saqchi qismlar amaliyotda bu bir davlat ichidagilikka yollanma qo'shinlar desangiz bo'ldi. O'tgan men dedim-ku, Rossiyada siyosiy o'zgarish bo'lganda Jungoning qurolliq saqchi qismlari yollanma qo'shinlar. Chunki saqchi qismlari turib, yana qurolliq saqchi qismlarda atrat qurish yollanma qo'shinlar bo'ladi vatandosh. Mushu qismlardan boshqa yana Jungoda bir tartib bor. Uni ismi Xitoy tili Chingguanhui deydi vatandosh. U Chingguanhui degani bozorni tartib selish. U yerga yayma ochdingmi, bu yerga do'kon ochdingmi, ay yo'lda mangdingmi, may yo'lda mangdingmi, ashini
tertiplep turduğan, şundaq bir etret buladigan, bir kısmı saqçılarga oqşaydigan, bir kısmı puralarga oqşaydigan bir qiyafetde. Azı şunu Guangxu өлkəsinin Beihai nahiyesinde Guangxu өлkəsinin Beihai hükümeti, Beihai rayonluq hükümeti əməldən qaldı. Demek bularning birinchi vazifasi, birinchi septe muqimlikni qo'g'dash, muqimlikni qo'g'dayotgan bu atratni ba'zida qurolliq, ba'zida qurolsiz bu atratni amaldan qoldirdi. Buningdan bu obzorchi boshqacha his qildi. Mana cho'nqur bir narsa his qilamidimi yo'q, lekin bu obzorchi o'zi shunday cho'nqur his qildi bu to'g'rida. Nima uchun amaldan qoldirdi? Gapdan takdi qo'sig'ini baqanma degan bir misol bilan oddiy tushuntiribdi. Masalan, hozir ishchilarning maoshi qisqartirildi, o'qituvchi va doktorlarning maoshi qisqartirildi, mulozimlarning maoshi qisqartirildi. Hatto maoshni berolmayotgan, hatto soqchilarning maosh berolmayotgan ahvollar hozir Jungoda orqa-orqadan o'ttirg'i chiqayotganda, bularni masalan, shu Qingyuanhui, ya'ni shahar tartib soluvchilarni amaldan qoldirdi. Bir o'lka, Guangxu өлkəsi. Hozir Jungo jamiyatini tizginlash degan narsa o kompartiyaning qo'lidan kelmadi. Masalan, jamiyatni tizginlash. Qo'lidan kelmadi tizginlash, u yoq tursin, jamiyatning qurilmasi yemirilishga boshladi. Yomonlashayotgan jamiyat ahvoli oldida markaziy hukumat davlat bexatarligi ponkisining vazifasini texnik qattiqlashtirishga boshladi. Xavfsizlik bu ikki bir maxfiy xizmat bilan shug'ullanadigan bu Xitoy tilida Anchantong ikkinchi soqchi. Va soqchi ministerlik hozir bu ikkisining xizmatini asli Anchantong maxfiy xizmat bilan ish qilish kerakligi hozir jamiyat amonligini qo'g'daydigan yoki jamiyatni tizginlaydigan bir guruh bor yoki bir qo'shin sifatida Anchantong o'ttirg'i chiqqan gap vatandosh. Hozir bu xizmatni o'rinlashtirish qattiq bo'lib ketdi edi. Har qaysi o'lkalarda o'tgan bir qatam dedik, bugun ham ta'kidlabdi, har qaysi o'lkaning sekretarlari shu o'lkaning amalligiga mas'ul. Anda o'tganda bir qatam dedik-ku, masalan 20 ming yuan omonat qo'ygan pulini soqchi tasdiqlaydi deganda albatta ana shunday bo'ldi. Hozir bugun bir yetib kelgan bir xabar nima deydi desangiz, bu avval chiqqanda 3 kun burun bugun ham ta'kidlabdi. Hozir mamlakat bu işi Jungoda 30 yillik boj kerim tapovati tekshirish. Buning 5'i boj ekan, boj. Demek bu 30 yildan bir kim bo'lsa-da hukumatga boj berib keldi, boj berdi, boj topshirdi. Endi buni qayta tekshirish degan so'zning ma'nosi nima? Buning ma'nosi birinchi hukumatda pul yo'q. İkincisi qaysi tekshirish degan bahona bilan masala tepish. Mesele tepish bilan bu boj tekshiriladigan obyektlardan pul elish, pul yig'ib olish, jarimona, hatta qattiqlik darajasi bir yoq yesa qo'lga olish. Hozir bu harakat butun mamlakat miqyosida yo'lga qo'yilgandan keyin to'rbetchilarning, masalan, youtuberlarning fikri nima bo'ldi desangiz, Jungo hukumati rasa ko'ylak tez arada bir taraf bo'ldigan bo'ldi degan xulos fikr kelishdi vatandosh. Maqolaning oxirida zayn Yandunga mundaq deydi. Buningdan 1 yil burun 7 davlat guruhining bu darajada o'xshash harakat qilishini tasavvur qilish mumkin emasdi. Shundaq 7 davlat guruhida ayrim fikrlar, o'z fikrda qilishlar bo'lib turadi. Bundaq bir qadamda harakat qilishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Yüz neçe devletlerin Ukrayna tarafta turuşunu hem tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Rusya-Ukrayna urushi yüz neçe devletlerin dünyada Ukrayna tarafta turuşunu mu tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Jungo asosi qatlamli hukumatlarning shahar boshqarish atratlarini bekor qilib o'tishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Davlat bexatarlik komitetining muqimlikni qo'g'dashga o'xshashla qatnashadiganligini ham tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Hamma tezda yetib keldi. Yetib keladigan, kelishi kerak bo'lgan hamma Jungo jamiyatiga tezda yetib keldi.
Növbəti Cüngö Kompartiyası aldığı mağdığan yol makamıdır. Keynige çekinediğin yol makamıdır. Bütün yolla itilip gitti, tosulup gitti. Cüngö Kompartiyasıga fakat bir yol, yani taxtın çöş ve halak buluştan ibaret bir yolla eşip kaldı. Deyli haberde, deyli obzorçu yan gün.